Ismim Ra'no, familiyam Begmatova. Bu kompaniyaga sog'ligim uchun kelib qoldim. Nimalar bezovta qilardi sizni? Meni bezovta qiladigan, mana 5 yildan beri bezovta qiladigan bug'oq, cherepniy davlenam bor edi. Yelkamda grijam bor edi. Mana shular bezovta qilardi. Tushunarli. Bu mahsulotni eshitganingizga va iste'mol qilishni boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Bu mahsulotni eshitib iste'mol qilganimga 3 oy bo'ldi. Bu mahsulotni menga yaqin insonim tavsiya qildi. Men avval ishonmadim bunga. Ishonmay Toshkentga borib o'zim quloqlarim bilan eshitib kelib, mana shu mahsulotni olishga qaror qildim. Ichdim. 3 oy ichida sizda nimalar o'zgarish bo'ldi? 3 oy ichida, 3 oyda emas, menga 1 oy bo'lmay natija. 1 oy ichida. 1 oy ichida 20 kunda qo'zg'aldi, kasallarim qo'zg'atdi. Keyin 1 oyga borib hamma joyim yaxshi. Og'riqlar bosildi. Nimalardan qutuldingiz va qaysi mahsulotni qay dozada ichdingiz? Meni birinchi o'rinda mana bug'og'im siqardi, bug'og'imdan qutuldim, siqishidan, oyog'im yemirilishi, og'riqlardan, Suyak yemirilishi. suyak yemirilish, og'rig'idan qutuldim. Qo'limga mana yelkamdagi berardi qo'limga, o'shalar yo'q bo'ldi. Undan keyin cherepniy davlenam bo'lardi, doim chiqardi. Nechida yurardi davlenangiz? Men cherepniy davlena mana bu Rabotchisi. 100 ga yo'q, mana bu chiqqanda 100 ga başta 140, 150 ga chiqib ketardi. Men hech narsani sezmay qolardim. O'sha kallam tonuzlanib qolardi. Hozir, mana hozirgi kunda 120 ga 80 normalniy yuribman. Buning uchun qaysi mahsulot nechtadan ichdingiz? Men mana shu kalsiy, Karaleviy kalsiyni birinchi boshlaganimda bittadan tilim tagiga tashladim. 5 kun, 6 kundan keyin ikkitaga o'tdim. Keyin 1 oydan keyin keyizimni boshladim. Natija yomon emas, juda yaxshi. Xo'jayinimda davlenasi bor. Asabiy edi. Hozir juda yaxshi. O'g'limda natija yaxshi. Nimadan natija oldingiz? Prostata bezi shamollagan, doim urologga borardi. Yoshi nechida? 33 da. Mana bu hozir shunaqa yaxshi bo'lib qolgan. Xudoga shukr. Tushunarli. Ulardan necha oylik natija bo'ladi? Ularda qarang. Ularda xo'jayinimda men 1 oy ichgan bo'lsam, 2-oy ularga berishni boshladim. O'shandan beri mana ichib kelyapti. 2-oy bo'lsa, 2 oy ichyapti ular. 2 oyda yomon natija bo'lmadi, yaxshi. Juda yaxshi.